Assalomu alaykum aziz gulsevarlar, opa-singillarim, sog' salomatmisizlar? Men yangi pochta oldim, yangi gullar. Qani sizlar bilan birgalikda ochib ko'ramiz. Zakaz bergan gullarimni. Hozirgi kunda golland gullarga qiziqayapman. Ularni ko'paytirish ham oson, boquvlari ham oson gullardan. Golland gullarimiz rosa kelib boshladi. Xitoyga qaraganda bizni sharoitimizga juda tez ko'nikib ketadigan gullardan. Mana hozir sizlar bilan birgalikda ochib ko'ramiz. Qanday gul ekan. Men ham qiziqyapman. Zakaz berganimga ancha bo'lgandi. Pochtadan kelguncha yurak xavushlab o'tirdim. Kunning bunday sovuq kunida. Kunlar ham sovib qoldi. Pochtadan gullar olishdi. O'zi bir qiyinchilikni tug'diradi. Ustiga fezolon o'ralmagan. O'zimda ham aytishim esimdan chiqibdi, o'rang deb. Endi gullarimiz holatini ham ko'ramiz. Pochtadan BTS pochtasidan oldim. Gullarni hamisha o'zi yaxshi yetkazib keladi. Ochib ko'ramiz mana. Sizlarga ham qiziqmi? Qanday gul olganim? Hammasi golland. Buni xitoylari ham bor. Menda ko'rsataman xitoylarni ham. Birga bir qo'yib ko'ramiz. Birinchi mana buni ko'ramiz. Mana. Philodendron Rio. Mana. Philodendron Brazil gulimiz bor-ku, o'shani oq varigatnisida. Ham bariklari ham mana shunday uzun bo'ladi. Bular yangi kirib kelyapti. Mana ko'paytirilgan variantini oldim. Holatlari yaxshi. Buni o'zim uchun oldim. Rosa chiroyli gul bo'ladi. Endi yana bitta gulimiz. Bu ham philodendron. Brazil sovutdi. Brazil gulimiz bor-ku, philodendron. Bu neon limon lime sorti mana shu. Rosa chiroyli ko'rdilaringizmi? Buni pasportlari ham bo'lishi kerak tuvagida. Bunisida yo'q ekan. Lekin bular ham golland. Rosa qimmat. Bularni ko'paytirishga, o'zim o'stirishga oldim. Mana. Stand-up ham bor, neon. Bu philodendron. Endi esa mana Epipremnum Happy Life. Bu ham golland. Mana. Pasportlari bor, yozilgan. Buni barglarini ko'ring, tiniq. Rosa chiroyli. Ham varlari ham rosa tiniq. Menda Xitoy varianti ham bor. Xitoyning bariklari birmuncha kichkina. Ham varlari rosa yaxshi chiqmagan, buniki rosa zo'r. Mana. Bittasini boqishga, bittasini ko'paytirishga oldim. Bundan ikkita olganman. Mana. Bunisini ko'ringizlar. Bu ham rosa chiroyli. Barigini qarang. Tiniq varigatni. Bariklari rosa katta. Qustlari 5 ta 6 tadan. Bu ham golland mana. Hozirroq tuproqlari sochilib ketdi BTSdan. Yana bo'lmas. Hozir mana korobkani olib qo'yay pastga. Stand-up Splash. Silver Splash. Egzotika gulimiz bor-ku. Ana shuni bu gollandda. Buning varlari boshqacha mana. Bular ham rosa zo'r. Bu ham golland. Mana pasportlari bilan bor. Stand-up yozilgan. Rosa qidirib yurgandim bu sortlardan.
O'zimga ham mana yetdim niyatimga. Oldim ko'paytirilishga. Mana kusti 4 ta ekan. Buni barglari rosa chiroyli bo'ladi. Chetlardan kirib kelyapti golland gullarimiz. Boquvga ham oson, parvarishi ham oson. Mana hamma joyda ham to'sdik. Endi bu gullarni ozroq kutamiz adaptatsiyadan o'tishi uchun, keyin ko'paytirishga qo'yamiz. Mana rosa chiroyli gullarni oldik. Endi ko'paytirsak amal bizniki. Golland gullar rosa yaxshi. Hozir Xitoy variantini ham ko'rsataman. Happy Life-dan bor edi. Ikkalasini solishtirib ko'ramiz. Mana bu Xitoy varianti. Barglarni, varlarini ko'ryapsizlarmi? Mana rosa tiniq emas. Mitti barglar. Mana. Buni ham kesib cherinka qilamiz. Buni ham hali alohida video qilib tashlayman. Endi sizlarga bu bilan biriktirib ko'rsataman. Mana. Qaysi biri tiniq? Ham buni qarang. Barglari qanday katta, bunisiniki qanday katta. Varlari ham rosa chiroyli. O'zim anchadan beri izlab yurgandim. Mana yetishdik. Endi esa Silver Splash'ni ekzotika bilan ko'ramiz birlashtirib. Mana bu ekzotika gulim. Mana bu Splash. Mana. Ikkalasini ham bariga ustida baxmal sifat tuklari bor. Mana buni barigini fasonini ko'rasizlar, mana buniki. Bu boshqacha. Bu golland sorti. Bu Xitoydan olganman, Xitoydagi. Mana bunisi golland. Cerbres tovlanadi, rosa chiroyli. Mana bunisi juda tiniq chiqqan varlari. Rosa xursand bo'lib ketyapman gullarni olganimga. Bunimiz ham zo'r gul. Nasib etsa bularni hammasini ko'paytiramiz, tuvaklarini alishtiramiz sizlar bilan birgalikda. Xo'p, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Hamisha gullardek ochilib yuringizlar.